Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor yo'g'i 2,5 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan 2 qavatli 5 ta xonadan iborat bo'lgan ixchamgina uy proyektini namoyish qilmoqchiman. Avvalo sizlardan bittadan like, podpiska va o'z fikrlaringizni kommentariylarda qoldirib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Xo'sh, uyimizning avvalo uchastka razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 15 metr 20 sm va uzunasiga 17,5 metr va shu holatiga 2,5 sotixdan sal ziyodroq yer maydoniga tushgan. Va asosiy uyimizning o'zining gabaritlariga keladigan bo'lsak, eniga 11 metr va uzunasiga, ya'ni mana bu tomondan qarataman, tushunarli bo'ladi. Bunaqasiga 9 metr bo'lyapti va shu holatiga birinchi qavatimizda 2 ta, ikkinchi qavatimizda 3 ta xona bo'lyapti. Birinchi qavatimizda yotoqxona ko'zda tutilmagan, lekin ehtiyojga qarab yotoqxona ham joylashtirsa bo'ladi. Bu ham mijozimizning talabidan kelib chiqib, menga yotoqxona kerak emas degani uchun yotoqxona qilmaganmiz. Agar xohish bo'lsa, bemalol qilsa ham bo'ladi. Xo'sh, uyimizni avvalo fasadlarini hovli tomondan qisqacha tushuntirib o'taman va yana ham tushunarli bo'lishligi uchun tomlarni olib 3D shaklini ham ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ko'cha tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu asosiy darvozamiz, mashina kiradigan joyimiz va o'rtada kalitkamiz bo'lyapti. To'g'ri kalitkadan kiradigan bo'lsak, asosiy uyimizga kiramiz. Va bu tomondan qaraydigan bo'lsak, mana ikki tomonda zilyon zonamiz, gazon bo'lyapti. Va asosiy uyga kiradigan eshigimiz mana bu. Va bu yerda bitta kattagina oshxonamiz, ovqat pishiradigan va choy ichadigan oshxonamiz. Va bu tomonda uzunasiga 8 metrlik katta mehmonxonamiz joylashgan bo'lyapti. Ikkinchi qavatimizda bitta yotoqxonamiz o'zining ichida sanuzeli bilan birga va bu tomonda bitta bolalar xonasi joylashgan. Va bu tomondan tushuntiradigan bo'lsak, orqa hovlimiz tomonga o'tadigan yo'lagimiz, mana bu yerda mana oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonadan to'g'ri hovliga ham tushsa bo'ladi va uyning tagida mana shu oshxonamizdagi podval bo'ladi, bu tomondan kiriladi. Va bu yerda ham bitta qisqagina zelyonni zona qilganmiz va mana bu hovlini to'rida, ya'ni darvozaxonadan qaraganda mana bu joyimizda bitta yozgi oshxonani qoldirib ketganmiz. Ya'ni tandir o'choq deganda mana shu yerda bemalol joylashadi. Va bu tomonimizning orqa yo'lakchamiz ham bor va o'sha yo'lakchaning oxiriga bitta hojatxonani qoldirib ketganmiz. Va orqa tomonlarimiz zinaxonamizning oynasi va bitta detskiy xonamizning oynasi bo'lyapti. Ikki tomonda qo'shni bo'lganligi uchun mana bu tomonimiz blo'g'a qilingan. Tomlar yopilishi do'ppili tom shaklida yopilgan. Lekin arzonroq qilish maqsadida tomlarni odatdagidek konvert tom qilsa ham uyimiz tan narxi ancha arzonga tushadi. Xo'sh, endi bir boshdan kirib, yana ham tushunarli bo'lishligi uchun tomlarni olib ko'rsatib o'taman. Mana birinchi qavatga keladigan bo'lsak, opshimani tepadan yuqoridan ko'rinishi, yana ham buni ham qisqacha tushuntirib o'taman. Mana kalitka qismimiz, to'g'ri hovliga kiramiz. Ikki tomonda yashil zonamiz va mana bu darvozaxonamiz bo'lyapti. Va darvozaxonadan to'g'ri orqa hovlimizga ham o'tib ketamiz. Mana oshxonadan tushadigan zinamiz, tagi podval va bu yoq yozgi oshxonamiz va orqada yo'lagimiz bor va hojatxonamiz bor. Va asosiy uyimiz mana bu yerda joylashgan. Mana kirganimizda bitta kichkinagina tamburimiz bo'ladi, ya'ni oyoq kiyim, ust kiyim yechadigan qismimiz va o'rtada koridorimiz bo'lyapti. Koridordan to'g'ri ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Va o'ng tomonimizda mana bu tomondan qaraydigan bo'lsak, ikkita baqali eshikdan katta mehmonxonamizga kiramiz. Mehmonxonamiz uyimizni bor bo'yicha uzun mehmonxona qilingan. Va buning ro'parasida oshxonamiz, kattagina ovqat pishiradigan, ovqat yeydigan oshxonamiz bo'lyapti. Shu o'rni o'zidan to'g'ri hovliga ham, ya'ni yozgi oshxona tomonga ham, hovliga ham bemalol o'tib qaytish mumkin. Va orqa tomonda sanuzel qismlarimiz, ya'ni bu yerga zinani tagidan kiramiz. Rayondan kirganimizda mana bu yerga bitta rakvina qo'yib, yuvinish xonasi qilsa bo'ladi yoki kir moshina ham qo'ysa bo'ladi. Va bu yerda mana bitta hojatxonamiz va bu yog'i hammom bo'lyapti. Birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzel qismlarimiz. Birinchi qavatimiz mana shunday holatda, razmerda bo'lyapti. Endi ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana ikkinchi qavatimizga keladigan bo'lsak, to'g'ri mana zinamizdan chiqamiz, aylanib kelib zinadan to'g'ri chiqamiz. Chiqqanimizda mana uzun koridor. Koridorning o'zidan to'g'ri balkonga ham chiqamiz, ya'ni mana bunday hovlidan qaraganda balkon ko'rinadi. Va bu tomonimizda mana ikkita yonma-yon tushgan detskiy xonalarimiz. Bu yerga mana bu yerdan rayonchadan kiramiz. Mana pergorodkalarimiz gipsokartondan ajratiladi. Mana orqada va oldida bittadan detskiy xonamiz bo'lyapti. Va bu tomonda общий sanuzelimiz. Mana birinchi qavat ustidagi xonamiz, mana bu yerda общий sanuzelimiz bo'ladi va bu yoqdan to'g'ri yotoqxonamizga, ota-onalar yotoqxonasiga kiramiz. Mana o'zining ichida sanuzeli bilan birga bo'lyapti, ya'ni mana bu yerdan sanuzelga ham kiramiz va bu tomonga mana divanlarni, shkaflarni bemalol joylashtirsa bo'ladi. Umumiy holatda mana shunday holatda ixchamgina, ya'ni kichik yerlarga ham bemalol mana shunday proyektlarni joylashtirsangiz bo'ladi. Xo'sh, mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim qisqa videomizda.
biror talab takliflar buyurtmalar bo'lsa bemalol tortinmasdan murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi.